Assalomu alaykum Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Uchuy hududida hurmatli tomoshabinlar. Tosh kattaroq buyum tushib ketib qoladigan bo'lsa, avtomatik 5 sekundda o'chadi akalar. 1.20 lik somon press. Bug'doy somon bu. Bug'doy somon. Bitta eksperiment qilib, mana shu apparatda faqat setkasi almashgan varianti. Bir yarim minut. Mana Hurmatli do'stlar, sholi poya. eng negizi buni sholi pahol. Bizga eng arzon narsa sholi paholi. Silosga qo'shib bersalardan bo'ladi. Bu o'sha Makka jo'xoridan o'sha dona bilan chiqarilgan holati mana. Akalar ko'rsalaring bo'ladi. Ko'rib turganlaring ilg'or drabilkalarini video obzoriga kelganmiz. Hurmatli tomoshabinlar, Vodiy va butun O'zbekiston Respublikasini o'sha drabilkalarini eng zo'rlariga taqqoslab olaverasizlar. Xudo xolasa garantiyali olib maza qilib ishlatadigan drabilkalarni video obzorini qilamiz. Videoga maksimal darajada like bosib qo'yib, kanalda mehmonlar albatta obuna bo'lishni ko'chasini bosib qo'yasizlar. Hurmatli tomoshabinlar, endi ko'pchilikka arzoni muhim, ishlashi ham qiziq, bas arzon bo'lsin deganlarga unaqasini bu yerdan topolmaysizlar. Bu yerda ish beredigani bor, lekin narxlarda ancha pastda o'sha 2 million atrofida bitadiganlardan ham tayyorlagan. Aksariyat o'zim tavsiya qiladiganlarim o'sha 5 ta 6 ta narsani bemalol chiqarib, ho'l quruq tanlamaydigan mana bunaqa korpusdagilarini tavsiya qilaman. Ko'rasizlar, like ni bosib, chiroyli izohlar kommentariyada qoldiraverasizlar. Videoni boshlaymiz, hurmatli tomoshabinlar. Ko'rib baho beringlar. Shukrulloh aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, keling. Charchab qolmayapsizmi? Rahmat. Yaxshi yursizmi? Yaxshi keldingizmi aka? Yurgizyapsizmi ishlarni? Rahmat, Xudoga shukr. Qalay bo'lyapti? Bo'lyapti, sekin. Yaxshi keldingizmi aka? Rahmat. Qanaqa yangiliklar bor? Bugun Xudo xohlasa, asosiy hozir o'tlar esa pishgan payt aka. Hozir ikkita yurgizib beramiz. Biz motor o'sha eng chempion apparatimiz, bu alyumin motorning eng chempioni. Ikkalasini tengdaniga hozir chiqarib, sekin boshlab ketaveramiz. Aka, quroqni chiqarib beramiz. Mana ho'l beda bor, ho'l beda. Yantoqni chiqarib beramiz. Ikkitasida birdaniga. Birdaniga. Bu apparatimiz o'sha eng originali. Keyin bu tomondan sekin hammasi bitta-bitta qo'yib boramiz. Bo'ldi, tayyorlayveringlar. Hurmatli do'stlar, bu yerda sizlarga aytsam, hozir 10 dan ziyod markasi bor buni ilg'orda. 10 dan ziyod puli arzonidan ham hammasidan qilingan. Endi bu zavod hisobida akalar, mana bunaqa sizlarga mabodo o'shanaqa atalash kerak bo'lsa, o'sha garilkalari bilan komplekt qilib berilaveradi. Bularni ham narxlari akalar o'sha video davomida aytib o'tiladi. Mana bular o'sha do'konlarga ham qilib berilyapti akalar. 12 viloyat bo'yicha Xudo xolasa ilg'or keng ish yuritadi bundan buyog'iga ham. Like ni bosib qo'llab-quvvatlaysizlar akalar. Videorolikni boshladik. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikni boshladik. Mana video davomida akalar hamma ma'lumotlar beramiz. Pichog'i nechta buni? 20 ta. Pichog'i 20 ta bo'ladi. O'sha mahavikli bu. Original. Mabodo o'sha temir, tosh kattaroq buyum tushib ketib qoladigan bo'lsa, avtomatik 5 sekundda o'chadi akalar. Mana shu turishi. Bu motori nima edi? Ariol motor. Ariol motor, mis motor, originalda. Eng originali Ariol mis. Ariol mis. Hamicha. Bu Okean alyumin motor, bu alyuminda originali bu. Alyuminda originali. Bu nech pul, bu nech pul? 3 million 100 ming so'm, 3 million 300 ming so'm. Dastavkasi o'sha O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab yetkazamiz. Gap yo'q, ishlashini ko'rsatasizlar, hurmatli do'stlar. Bo'ldi, mana yurgizyapmiz. Okeanda eng originali alyumin, bu mis Ariol. Ho'l chiqarib beramiz. Ho'l. Ikkalasida ham. Mana beda. Hurmatli tomoshabinlar, ho'l bedan chiqaryapti, ho'l bedan.
Hurmatli tomoshabinlar, buni sizlarga ko'rsatib berishimizdan maqsad holatini ko'rasizlar. Masalan, kimlardadir, masalan, o'zimda ham bitta 10 sochli joyda to'la beda turibdi-da. O'zini molga bersam, pastga nima qilishayapti haligi. Mana. Bemalol silos. Bunda lekin uvol bo'lmaydi. Ketmaydi. Asosiy quroqda mana bu ko't tomonga atxutga chiqib ketadi. Bularni mayda-mayda qilib yuboradi. Maydada borgan, ha. 3 million 300 ming, 3 million 100 O'zbekiston Respublikasi bo'ylab yetib boradi, garantiya beriladi. Endi akalar mana bunday narsa eng originali motorda, originali. Lekin bular ham o'zlari ishlab chiqarmaganligi uchun eng kam 1 oyga beraveramizmi? Beramiz, ha. Eng kami 1 oyga. Lekin akalar boshqa joyda bilmadim-ku, uchamchasi motorga garantiya bermaydi. Eng buni endi yuragi baquvvat bo'lmasa, ag'ib nimasi yo'q-da. To'g'rimi aka? Aka mana 120 lik somon press. Bug'doy somon bu. Bug'doy somon, ha. Bitta eksperiment qilib, mana shu apparatda faqat setkasi almashgan varianti. Aha. O'sha press ham eng kattasidan hozir chiqaramiz, qancha vaqtda chiqaradi. Aha. Akalar o'zi bu mana shu holatda turadi. Endi kimga udobli, mashinada tashlasangiz ham bo'laveradi, yonboshlab olsangiz ham bo'laveradi. Yonbosh holatda hozir chiqarib, bitta somonni necha minutda chiqarib bo'ladi ko'ramiz. Bundan nima chiqaramiz? Sekundament. Sekundament topkin. Hurmatli do'stlar, mana 3 million nech pulligi bu? 3 million 300 ming. Xuddi shu apparat. Aha. Shu apparat faqat setkasi almashgan. Biz apparatlar original, hammasi universal. 4 ta 5 tadan setkasi bor. Chiqarmaydigan narsani o'zi yo'q. Hamma narsani chiqaradi. Bundan keyin mana pohol chiqarib beraman. Sholi poholda bundan chiqarib beraman. Bu ham setkasi almashgan xolos, bo'ldi. Boshqa nima yo'q. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, mana sekundament qo'yamiz. Mana buni bosib qo'ysam bo'ldi. Boshlandimi? Bir yarım minut. Mana kapır. Bir yarım minut vaqt ketdi. Mana 1,5 minutda bitta somon 120 eng kattasidan. Eng kattasi. Endi akalar buni 1 minutda ham chiqarib yuborsa bo'laveradi. Deb qiynab yormadi. Uyda qanaqa holatda ishlasangiz o'sha holatda. Misol uchun 1,5 minut bo'lgan taqdirda akalar u degani 30 tani 1 soatda 30-35 ta qilib qo'yasiz, yengil. Mini firmaga bemalol tavsiya qilaman. Bemalol. Katta firmaga 3 fazda tayyorlab beramiz, mini firmalarga bemalol 220 talik shu. 220 ta originali mana. Originali mana shu bo'ladi. Endi bu somon chiqardik, bu yerda pohol bilan, bu yerda beda bor. Endi bu eksperiment emas, faqat qanaqa chiqaradi. Ko'pchilik chiqaradimi deyapti. Endi hozir shuni chiqarib ko'rsatib beramiz. Hurmatli tomoshabinlar, toshni ham, g'ishtni ham tashab chiqarib yuborsa bo'laveradi. Misol uchun u ma'lum bir payt ishlaydi, sekin zaiflashadi. Men o'zim tavsiya qilmayapman bularga. Unaqa tosh, g'isht, ketmon tashash shart emas. Bizga o'zbekmiz u, masalan,
hech vaqt biz tosh chiqarib pul nima saqlamaymiz. Faqat shu bo'ldi. ish bersa bo'ldi. Beda, sabon. Endi eksperiment mana ko'rdik. Chiqarish 1,5 minut ekan. Endi men bitta apparatimizda shu original, hammasi bu tomonda mislar qo'yilgan. Men sholipoya bilan beda chiqarib beraman. Bu sherigim Makka jihori. Makka sotani chiqarib, birdaniga vaqtdan yutish maqsadida tezlatib chiqarib beramiz. Bular ham shu, 3 million 300. 3 million 300 ming so'm mana bu tomondan, keyin 3 million 100 mingliklar arzonlarni ko'rsatamiz. Hamyon bo'lib. Hurmatli do'stlar, bu mana shu razmerdagi desa 2 yil ketadi. 3 million 300, 3 million 100. Motori alyumin mis bo'ladi. Mis qimmat, alyumin 200 ming arzon bo'ladi. Alyumin yaxshi emasmi degan savol bo'lishi mumkin. Misga yetmaydi, lekin tok past joylarda alyumin ham yaxshi sahnaga chiqadi. Akalar mana ko'rib baho beringlar, o'sha Makka jihorini doni bilan, sotasi bilan chiqarib beriladi. Birdaniga ikkita apparat yurgizib ishlatib beramiz. Mana ular hozir ko'rganlaring hammasida kelib faqat setka almashgan xolos. Hammasi bitta narsa bu. Boshladik. Bismillah. Bunisi mana o'zi ko'p ko'rsatkichni ham aytib berib turadi, akalar. Eng kami nechida ishlaydi bu aka? Eng pastda ishlamaydi. Ha. Faqat bahotura o'zingizga Yaxshi. Ha. Hurmatli do'stlar, mana o'zi to'kda aytib turadi-da, yurgizsangiz, yonmasa qarasangiz 160 tursa ishlamaydi. Lekin alyumin ishlaydi. Alyumin eng past nechigacha ishlaydi? 160. Ha. Mana hurmatli do'stlar, sholipoya. Eng negizi buni sholipohol. Bizga eng arzon narsa sholipohol. Silosga qo'shib bersalardan bo'ladi. Beda chiqadi, bemalol yem qilib qo'shib aralashmay qo'raveradi. Asosiy betda sholipoholi chiqarib berdim. Gap yo'q. Akalar bilib turgan bo'lsalar, videoni umuman pauza qilmayapmiz. Bu o'sha Makka jihorida o'sha doni bilan chiqarilgan holati mana. Akalar ko'rsalaring bo'ladi. Buni o'sha quruq bersalari ham bo'lar, ammoga atalaq bersa ham bo'laveradi. Bular hammasi 3 million 300 ligi, bu tomoni o'sha 3 million 100 ming so'mlarga akalar. Endi mana arzonlariga to'xtaydigan bo'lsak, bular necha puldan? 2 million 200 ming so'mdan. Dastavkasi bor. Bez dastavka qanday bo'ladi? Bez dastavka mana shu o'zimizni seximizdan olib ketadigan bo'lsa 2 milliondan qilib beramiz. O 2 milliondan qilib beramiz. Ha, faqat siz nomingizdan chiqib kelishsa 2 milliondan qilib beramiz. Apparatimiz universal. Faqat sholipoyalarga qiynaladi, lekin pichog'i bularda ham 12 talik, yani oddiy pichoq bo'lmaydi. Mahavik. Ha. Mahavik forma bo'ladi. Nima? Alyumin motor, past to'kka ham ishlaydi. Mana ikkitasini ishlatib beramiz. Mana bu sirtilgani. Bu don maydalab beramiz. Bunisida beda somon chiqarib beramiz. Tengdaniga ishlatamiz. Endi akalar narigalar sal kattaroq, ishni tezroq yurgizadi. Misol uchun 2 ta, 3 ta yo 5 tagacha moli bor akalarimiz bo'lsa, mana shu ham bemalol 10 tagacha ham deydi. Bemalol hamma chorvalarda bemalol mana shu bilan oson tayyorlasa bo'ladi. Bo'ldi gapi, ketdik. Hurmatli do'stlar, bitta molxonaga lekin bitta drabinga kerak. Nimagaki
Ya biz shunday ham eplayveramiz deganlarni ko'ryapmiz-da va shuni ko'p tanlayapti buni. Ish quroliga oz bo'lsa, mashaqqat oz bo'ladi. Va mana uni moliya bersa ham, misol skidga chiqib ketmaydi-da. Bosib chiqarar ekan. Bundan oldingi holati qanaqa edi, buni holati qanaqa? Qarang. Akada? Bu hamyonbop degani ishlamaydi degani emas. Faqat obyomi, motor hajmi ozgina kichikroq, sekinroq chiqaradi. Bu endi katta drablikka 3-4 ta moli bor odamga qimmatlik qilishi mumkin. Lekin bu ham o'shaning ishini qilasa, sekinroq qiladi. Agar yo bundan sal kattaroq, undan sal arzonroq deydigan bo'lsa, ikkalasining o'rtasida ham apparat bor. Faqat alyumin motordir eng originali qo'yilgan. Bular endi 2 million 600 ming, ha? Bularni endi ishlatib beradi. Bundan ko'ra sal tezroq bo'ladi bular. Mana hozir 2 millionlik shitda olib ketadigan bo'lsa, misma alyumin motor. Bu alyumin motor 3 kilovat motor bo'ladi. Ikkalasi ham narxi bir xil. Lekin motori yaxshi motor bo'ladi. Motor puxta bas. Yo'q, biz endi birinchi marta ishlatganimiz yo'q. 1,5-2 yildan beri ishlatyapmiz. Hech hali jalba tushgani yo'q motorda. Tushmasin ham. Men bular nima edi? Bular necha pullik xonasi? Bular 2 million 600 ming. Faqat alyumin motorda originali qo'yilgan mana. Alyumin, ha? Alyumin motor mana. Bu alyumin bilan bu alyuminning katta farqi bor hozir. Hurmatli tomoshabinlar, bitta narsada hammasining ishi ota-bobasi bitta aslida. Buni hali men xalqni o'ylayman, menda arzon, bunaqa degan gaplar yuzaki gap bo'lishi mumkin-da. Bu qancha rasxod kamaysa, bu yog'i azaveradi. Endi men motorda ham misol uchun aka bitta motorga to'xtalib o'taylik. Motorda men adashmasam 40 dollardan 100 dollargacha farqi bor. To'ppa-to'g'ri. Hozir misol 50 dollarga ham motor bor. Mana shu motorlar 70 dollardan baland. Mana shu motorlar hozir narxini tushiraman deb men 50 dollarlik motor bunga qo'ysam, 40 ga ham topsa bo'ladi motor. Topsa bo'ladi motor. To'g'ri. U motor faqat shakli motor. Mendan ketguncha, egasi yetguncha unaqa ish qila olmaymiz biz. Bu ish beradigan, apparatga mos bo'lgan motorda o'zi. Hamma apparatlarimiz konkret ish beradigan apparat. Hurmatli tomoshabinlar, masalan 40 dollar farq qilsa 500 ming bo'ladi. U farq bo'laveradi u. Aqina sal materialni yuqori qilish kerak. Ish qilib o'zlaring bilasizlar. Nima qilamiz? Mana ishlatib beramiz. Bunda o'tmaydilar beradi. Bundan. Buni 2 million 600 lik bular. 2 million 600 ming so'm. Bu ham seximizga kelib oladigan bo'lsa, bu ham siz nomingizdan arzonroq qilib beramiz. Qancha qilib berasiz? 2 million 400 ming qilib beramiz. Ha, bo'lar ekan. Mana ularni necha pul qilib berasiz? 3 million. Bularni kelishaversa o'zi narxini bularni ham o'tib beramiz endi. Hozir aytib nima bo'ladi? Sotilib ketib qoladi. Shunaqa, yo'q, sotilib ketsa yaxshi. Ha, yo'q, hurmatli tomoshabinlar, agar sizlarning passajirlaring nimada bo'lsa, marshrutlari bo'lsa, olib ketaverasizlar. Yengilroq qilib beriladi. Xo'p, davay, boshladik. Bo'ldi.
Hurmatli tomoshabinlar, bitta narsa. Sal vaqtida nima qilasiz, lekin o'sha mahsulot. Bu qo'ybob variantida. Aha. Mana. Bu yorma. Makka yorma. Buni bundan ham mayin qiladigan, kepak qiladigan setkasi ham bor. Bular hozir akalar to'g'risi narxi yaxshi, osongidek. Misol o'zimizdan chiqqanligi uchun-da bu. O'zimizdan chiqqan qarang, hamma kanalda hammasida drabilkalar chiqyapti. Drabilkalar hammadan chiqqani xalqqa foyda. Nimaga? Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Agar mashina o'zimizdan chiqarilmay, misol Xitoydan olib keladigan bo'lsa, akalar to'g'risi 600-700 dollarga to'g'ri kelar mashina. Lekin o'zimizdan chiqqanligi uchun narxi keraksa teng baravar arzon. Shuning uchun mehnatga loyiq bosinglar akalar. Endi nimasi bu endi? Bu qimmat apparatda o'sha alyumin motorligi. 3 million necha pul bu? 3 million 100 ming so'm. Haqiqiy mahavik. O'sha 20 ta pichoqligi. 20 ta pichoq. Va yon qalin temirlari ham 8 lik qalin. Bular bilan farqi shu materiallarda ham farqi bor. Pichoqni ochib qo'y. Hurmatli do'stlar, buni pichog'ini almashtirgandan vaqt ko'p ketmaydi. Yengil. To'xtab tur, mana shu qayirib qo'ya qoling. Manosi ham bor, manosi ham akalar. Tufta bas bu. Urganda bu qalin bo'lish kerak. Manosi 20 ta deyilyaptimi? 20 haqiqiy mahaviyda bu. Mana shuni almashtirasizlar akalar. Yengil olinadi. O'sha 5 ta 6 ta pichoqdan 4 ta 5 ta pichoqni qo'shib beriladi. Shular ham akalar o'chadi. Hali katta yuk tushib ketganda hali motor qizib erib ketmaydi-da. Bezopasnisi bor, hammasi. Bezopasnisi bor, o'chadi. Ariola bo'ldimi? Bular Okean Ariol alyumin originali. O'sha qimmat alyumin motor. Barakasi bor. Bosing. Endi hozir bunda yana qo'ybob chiqarib beramiz. Bunisida don maydalab beramiz. Bu hafta udunitel tortamizmi? Yetmabdi. Hurmatli do'stlar, bundan keyingi videomizda bu yerda akalar biz 2025-yil mashattamiz inshaalloh. Abrorus kanalida boshqa drabilka chiqmaydi. Biz faqat chetni ko'rsatamiz. Nimaga? Bizga shu udobniy bo'lgan. Xudo xolasa, olgan odamlar maza qilyapti. Biz shunisiga xursandmiz xolos. Olgan odam maza qilsa, sen orqali yaxshi narsaga yetishib qoldim desa, biz shunga xursandmiz aka. Boshladik a bo'lmasam. Gap yo'q. Ikkitasi birda ketdi. Mayin holatda chiqaramiz. Ketdi, ana qarang chiqarishni. Meydaslar chiqaryapti. Qarang, bu holatiga keltiryapti. Ben misali eng meydaslar chiqaryapti. Nima qara? Vashshi maydalab tashlagan bu. Akalar bundan setkasi aka. Bundan sal yirikroq varianti ham bor, lekin ziyoni yo'q. Mashinaga silosga aralashtirib beradigan bo'lsalar, o'ta effekt kuchayib ketadi akalar. Mana aka kepak holati mana shu. Mana kepak holati. Bemalol sepib bersa ham bo'laveradigan. Mashina bor, hurmatli tomoshabinlar, o'zi ko'pchilik o'zimizni mol boqish uslubimizni ham biladi. Yaqinda bir yaxshi biladigan akadan so'rab qoldim. Qaralyapti molga. Silos, somon, shurxa, kepak, shunchalar. Mana buni ham qo'shib olishga. Mana bunda haqiqiy kraxmal bor-da. O'ta molga foydasi katta buni. Mana shu holatda qo'shib berish kerak shuni. Zo'r bo'ladi Makka jihonida. Mana do'stlar, qaysi biri qoldi? Aka, mana hozir birinchi qimmat eng original apparat eksperiment qildik-ku. O'shani xuddi to'rtburchak alyumin varianti. Ishonib eng yaqin insonlarga ham ishonib topshirganmiz. Gap yo'q. Hammasi xursand bo'lishgan. Buni ham bitta, yarimta, ikkita press qanchada chiqaradi? Ko'ramiz. Undan kam chiqarmaydi. Bitta chiqarib ko'rsatib beraman buni. Gap yo'q. Shunda yakunlayveramiz. Hurmatli do'stlar, o'zi
o'zi ashaddiy bu narsalarni o'ziga bog'layapti. Nima deysan? Olib ko'ring bilan. Biz o'tayaptidan maza qilyapti deyapti. Bizga mana trabil kelgan deb 10 kelib qolgan chiqarib bo'lmaydi. Eng zo'rini o'zimiz bilgan ekamizlar bilan xudo xolasa ishlayapmiz ekan. Bu nomuda suhbat qilgan narsalarga uchmanglar ekan. Ish beradiganlar sizlarga xudo xolasa tavsiya qilyapti. Eng xudo xolasa zo'r bilim degan papat bo'ladi ekan. Kam ishlasayveradi. Chunki choyini ichirib yubordi-da shu paytgacha. Shuncha qilib bemalol qo'hmay tavsiya qilamiz. Bitta o'zini ishini mutaxassislari qilyapti. Xullas, akalar ming marta gapirgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Hammasini xudo xolasa o'ziga yarasha ishi bor. Hammasini xudo xolasa olgan ziyon qilmaydi. 2 millionlik 5 yerda olib kelsangiz 2 million, dastlabkasi bilan 2 million 200 ming ketaveradi. Mana ular ham shunaqa ekan. Bundan keyingi videoda akalar shu butun somon chiqaradigan va mishalkalar birato'la yem chiqaradiganlarni ham xudo xolasa bosqichma-bosqich ko'rsatamiz. Bitta videoda ham ko'rsatib yorsak bo'ladi. Lekin sekin-sekin hali olayotgan odam nima olayotganini rostmana bilish kerak. Xudo xolasa videolar bir-biriga o'xshamaydigan qilib kontent qilamiz, xudo xolasa. Gap so'zi.